Hammaga assalomu alaykum. Bizda keyingi navbatdagi zotadan uyimiz shahardan chetda, tanish joyda, gazi, sveti bor yerdan oqar suv kelib turibdi ustinda. Endi egaman desangiz, yer maydoni 1 gektar. Bu yerda dehqonchilik etsangiz ham, chorvachilik etsangiz ham, огородlar shu darajada katta. Endi kelib shahardan chetga kelib, shunda bir tinchashman degan odam uchun вообще zo'r joy. Uyning ichini bir qator ko'rsatib chiqamiz. Xonalar ham katta-katta, hecham bir 7-8 xonali. Keyin esa sirtining огородlarini polni tanishtirib chiqamiz. Ketdik uyning ichine. Uyimiz arqa yoqdan kirib chiqiladi. Kirganda shunday koridordan boshlanadi. Turimizdagi bu kotelxonasi bilan vannasi bo'ladi. Bu yerimiz esa katta ayvoni. Ikkidan sipashlangan. Bu katta ayvondan birinchi o'ng qo'ldagi xonamiz. Zal desak ham bo'ladi bu yerda. Razmerlar katta, spalnik olsangiz ham bo'ladi. Bundan chiqib esa bu yoqda mana ikkinchi xonamiz. Ayvondan xonalarga bo'linib ketadi. Bu yerimiz ayvon bo'ladi. Ayvonning ham to'rida yana ikki xonasi bor. Bu yoqda bir spalniy xonasi bor. Bu yerda ham xalasangiz spalniy, xalasangiz zal qilib olishingiz mumkin. Bundan chiqib esa chiqqandan keyin o'ng qo'limizda bir zali bor, keyin to'rimizda yana bir koridor bor. Ayvondan chiqqanda to'rimiz joyning aldiyog'idagi eshik bo'ladi. Bu esa yana bir katta zali. Bu zalni bir qator remontlanish kerak, patolklar ishlanib turibdi, akfoniyalar qo'yilib turibdi. Aytganimizda bu yerda gazdan, svetdan, suvdan hech qanday muammo yo'q. Endi esa bu yana bir koridor, shu koridordan kirsak, o'ng qo'limizda, yana chap qo'limizda yana ikki xona bor. Mana kirganda bu yog'imizda bir spalniy, bu tarafda esa yana bir spalniyasi bor. Spalniylar ham burungi salonlar uylar xonalari katta-katta. Bu yoq esa to'g'ri kuxnya. Bu yoq esa kuxnyasi. Kuxnyasi mana joydan qaptalig'idan tushgan. Bu yerda eshik ham ochib olsangiz bo'ladi. Keyin bu yerda yana bir eshik bor, garajdan kirib chiqadigan. Bu yerda yana bir eshigi bor. Endi esa uyimizning orqa yog'ida malxonalari, огородlari bilan tanishtirib chiqamiz. Bu esa uyning sirtqi ko'rinishi bo'ladi. Bu yoqlari polni, yuzim egilib turibdi, bog'. Bu orqa tarafi bo'ladigan bo'lsa, orqa tarafi polni bog' bo'lgan. Mana qaptali ana shu salmadan chegara bo'lib ketgan. Bu yog'inda da chegarasi katta. Mana otizlari ba'zi buni oxirida ko'rsatamiz. Bu yoqdan bog'dan boshlab tanishtirib boshlaymiz. Endi videoda yetirib bera olgancha yetirib beramiz. Lekin 100 marta videoni qayta-qayta ko'rgandan bir marta uyning o'zini kelib ko'rgan yaxshi, albatta. Bu esa uyning orqa yog'i. Asli uyning oldi yog'i bu yer bo'ladi, lekin hozir yashab o'tirganlar shu yoq orqa yoqdan kirib chiqib, shu yoqda glavniy xot etgan ekan. Lekin ishlab olib, mana aldilarni chertaga tashlasa, bu yog'i glavniy kirib chiqish bo'ladi. Mana bog'lari chiroyli. Hamma narsa egilib turibdi. Otizlari egilib turibdi. Bu yerning yerlarida hech qanday nima yo'q. Ekkan narsangiz aytganda, yana ekmasdan burun ko'garib, yana bir mazali, mevalar ham bir mazali. Bu esa bu yoqqa qaptali joydan. Mağazaning ichidan chiqib, bu ham yong'oq qatiz. Oynani kadi egilib turibdi. Uylarda orqa yog'ining chegarasini ko'rsatamiz hozir. Tamom bo'lgan yerini. Endi videomiz sal minuti ko'proq bo'lib ketadi. To'liq obzorda ko'rsatik deb minut ko'p bo'lsa da avatirmiz. Bu yerda mana salma. Ana shurdan chegarasi salmadan. Mana salmadan chegarasi oyna o'ng ko'rdigan jadadan bo'ladi. Ko'cha ya'ni glavniy ko'rsatgan ko'chamiz. Salmada suv bor, kelib turibdi. Bu yog'imiz bilan jida ana shurdan chegarasi, orqa yog'ining chegarasi bo'ladi bu. Hozir esa qaptalning chegarasini boramiz. Mana u kadi otizi buni. Polni. Mana shu bu yog'ida otiz, oynaga ham otiz, onanida bir chetda bir 36 so'ydik malxonasi qolgan. Mana endi orqasining chegarasiga keldik. Ana shu Qaratal. Shu Qaratalning to'g'risida mana bu yoqna mana shu yerdan chelda otilgan. Ana shu cheldan
Arkaga chegarasi mana o'sha yoqda uy o'rtada qoladi. Uyning mana yer maydoni 1 gektar bo'lsa, 1 gektarning o'rtasına uy solingan. 4 yag'am ochiqlik. Ko'rib turganingizdek. Mana malxonasi, malxonasidan o'tib ko'rsatamiz. Malxonaning qaptalında da mana 10 metr ochiq yeri bor. Ko'rib turganingizdek. Malxonaning zabori tamom bo'lgandan boshlab bu yoqqa chelgacha yana bir 10 metr ochiq yeri bor. Endi esa o'tib malxonani ko'rsatamiz. Mana aytgan ochiqlik. Bu yoqdan cheldan to'g'ri bu yoqqacha yana 10 metr ochiqligi bor. Suvdan hech qanday muammo yo'q. Oqar suvdan ham, yer krandan ham mazali suv chiqib turibdi ekan. Mana bu yoqning chegarasi esa mana shu yerdan bo'ladi. Mana shu cheldan bu yog'i mana jide. Ana shu jidelikdan boshlab chegarasi bo'ladi. Mana jide bo'ladigan bo'lsa, polniy bu yog'i hozir ko'rsatgan chelimizga aylanib turibdi. Orada bu yerda tovuqxonalar bor. Muyushga chetda tovuqxona ishlab qo'yibdi. Bu tovuqxona zabordan ichi esa molxona. Hozir kirib molxonani ham ko'rsatamiz. Bu tomonimiz molxona bo'ladi. Molxonaning ichini bir qator porядка etish kerak. Molxonaning o'zining egallab turgan yerining o'zi 36 sotik ekan. 36 dedimmi, 34 dedimmi, shunday ekan. Molxonaga buni mashina ham kirib chiqadi. Aynog'idan eshikdan kirib chiqadigan o'zi bor. Mana bu yog'idan erik, mevali daraxtlar mana. Endi bu joyning orqa yoq tarafi. Ya главный xotimiz aniyog'i bo'lganda bu orqa yoq bo'lib tushadi. Agar teskarisi bo'lgan bo'lsa bu 50 yog'i bo'ladi. Ana shu jidadan mana polniy atis. 1 gektar degan yer ham endi katta yer, hozir qancha yillar aylanib ko'rsatib chiqdik mana. Hozirlar polniy egilib turibdi. Tog'ning aylanida joy. Joydan g'irdavaragi tog' bilan, daraxtlar bilan o'ralib, soya salqinda zo'r yerlarda joylashgan mana. Uyimiz bilan ko'rib tanishsinlar. Aytganimizda yer maydoni 1 gektar. Adresimiz Sorokletda, Lenin отделida bo'ladi. Kelib ko'rajaqlarga lokasiya tashab beramiz. Pastga egasining ham nomerini yozib qoldiramiz. Bemalol telefon etsanglar, egasining o'zi ham ko'rsatadi ko'rajaqlarga. Bahosini kelsak, bahosi 480 million aytilyapti. Qaytiladi, kelishadi, kami bor. Salgina qaytadi ham bor. Egasi bilan ko'rib gaplashib olasizlar. Bu yerda gazam, svetam, suvam bor, otizam, egatag'an yeri, malxonasi ham bor. Hech bir kamish kutugi yo'q. O'zi ham tinch, shahardan tinch yerda yashasa hech qanday muammo bo'lmaydi. Hammaga shunday katta yerlarda, uylarda olish nasib etsin.